Akalar assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'liq yaxshimi? Kofe aka, issiq kofe. Assalomu alaykum sizga ham. Aka mana sizga ham. Bayram yaxshi kutinglar. Aka, mana shikoyatlayman sizlarga. Kofe bilan zo'r ketadi. Hamma issiqqina uyda mazza qilib bayramni nishonlashmoqda. Sizlar esa xalq xizmatidan charchamayapsizlar. Sizlarga katta rahmat, boringlarga shukur. Charchamanglar. Assalomu alaykum. Akalar charchamayapsizmi? Sog'liq yaxshimi? Assalomu alaykum. Aka, kofe. Issiqqina. Mana aka sizga ham. Kofe. Akalar, mana shokolad bilan degan kofe. Oy. Hamma issiqqina uyda yangilik kutyapti. Sizlar xalq xizmatidasizlar, boringlarga shukur. Katta rahmat sizlarga. Charchamayapsiz, sog'liq yaxshimi? Bugun 31-dekabr. Bayram, yangi yil. Hamma uyda mazza nishonlayapti. Sizlar ishda ekansizlar. Shuning uchun sizga issiq kofe olib keldim, aka. Mana shu kofeni ichib, mana shu shokoladlarni yeb o'tiring. Xo'pmi? Charchamang. Salomat bo'ling. Xo'p. Kayfiyatingizni ko'taring, hammasi yaxshilar. Aka, bir minutga assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Issiq kofe tarqatyapmiz aka. Kofe. Shikoyatni qo'shib yuborasiz. Rahmat aka, xalq xizmati bo'lganligi uchun hamma yangilik kutyapti. Sizlar xizmatdasizlar. Rahmat. Boringlarga shukur.